Xotira shunday ruhiy ma'naviy qudratki, u insonning insonligini anglatuvchi, uni o'tmish va istiqbol bilan bog'lab turuvchi buyuk qadriyatdir. Kattaqo'rg'on shahar Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumida ham 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan bayram tadbiri tashkil etildi. Unda shahar hokimligi va keng jamoatchilik vakillari, texnikum rahbariyati, uzoq yillar davomida faoliyat ko'rsatgan faxriy o'qituvchilar va ayni vaqtda ishlayotgan yoshi ulug' ustoz murabbiylar ishtirok etishdi. Shahar hokimi Gavhar Alimova bu kabi tadbirlarning ahamiyati haqida so'z yuritdi. Xotirlash xalq manfaati uchun kurashgan el-yurt hurmatiga sazovor bo'lgan kishilarni eslashdir. Xotira va qadrlash xalqimizning asriy qadriyatidir. Keksalarni ardoqlash, ko'makka muhtojlarning hurmatini joyiga qo'yish qon-qonimizga singib ketgan fazilat. El-yurtning tinchligi, osoyishtaligi, erki va ozodligi uchun kurashgan insonlar hamisha xalqimiz ardog'idadir. Vatan uchun kurashda halok bo'lganlarni xotirasini hurmatlash, xalqimizning kelajagi yo'lida jonini fido qilgan insonlarni xotirlash bugungi kunimizni qadrlashga o'rgatadi, deya ta'kidladi shahar hokimi o'z so'zida. Tadbir davomida shahar madaniyat bo'limining musiqiy chiqishlari hamda texnikum o'quvchilarining sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Shundan so'ng tadbir ishtirokchilari o'tganlar xotirasiga hurmat bajo keltirdilar. Shuni aytish joizki, bu kabi tadbirlar yurtimizda inson qadrini ulug'lashga qaratilgan islohotlarga hamohang tarzda bo'lib o'tayotganligi bilan ham ahamiyatlidir.